Leksiyemizi davamlaştırmamız hürmetli vatandaşım. Demek iki devlet münasebeti Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Jungo münasebetida aniqki Çavuşen yadro kuralları meselesini devir kılgan halda Janubi devil meselesi bo'yicha ziddiyatlar yana qaytadan yamanlaştı. Shinzo Abe'nin izlenişi. Yaponiya iqtisod uçuları gezdi 13. kuni mundaq ko'rsatdi. Agar dunyoda oldingi qatorda turgan ikki cho'ng iqtisod davlati o'zaro azarlashib qoladigan bo'lsa, butun yer shariga ko'rsatadigan ta'sirini mo'ljallagilar bo'lmaydi. Çavuşan yerim Orolning keskin vaziyat yuzlanishidan saqlanish uchun Yaponiya vaziri Shinzo Abe Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trump bilan Jungoning raisi uchrashishga bir kun qolganda Shinzo Abe Xi Jinping bilan suhbat o'tkazdi. Lekin Çavuşan meselesida Jungoning siyosatini o'zgartirish kerakligi to'g'risida nasihat qilganda vazir Shinzo Abening nasihati rais Xi Jinpingning rad qilishiga Vazir Shinzo Abe'ning Amerika Jungo Yaponiya munosabatlariga aralashtirishchanligi mag'lub bo'ldi. Vazir Shinzo Abe rais Xi Jinping bilan ko'rishganda mundaq masalani o'tirib qo'ydi. Navbatda eng muhim masala Çavuşanga besim ishlatish. Jungo hukumatining Çavuşan masalasida qadam-qadam qurilish xarakterli rol o'ynashi, ya'ni Çavuşanga xom nefat eksport qilishni to'xtatishni umid qilamiz. Rais Xi Jinping Çavuşandan ko'mir import qilishni to'xtatdik degan so'z bilan vazir Shinzo Abe'ning taklifini rad qildi. Aksicha Yaponiyaning Çavuşan siyosatini o'zgartirishni talab qildi. Cazalash albatta muhim. Jungo dialoglashiga e'tibor berdi. Bexatarlik komitetining qarorining sirtida Çavuşanni jazolash tadbirlariga qarashtirdi. Bu rais Xi Jinpingning vazir Shinzo Abe'ga qaytargan javobi. Yaponiya Amerikaning hozirgi Çavuşan siyosati qurolliq zarb berishni yo'l qo'yish mumkin bo'lmagan ishlar ostida, sharoit ostida Çavuşanga qattiq embargo, iqtisodiy embargo siyosati yo'l qo'yishni yana birdan-bir vosita deb qaraydi. Lekin iqtisodni jazolashni ishga oshira oladigan davlat faqat Jungodir. Demak, Jungo bilan Çavuşanning savdo munosabatlari quyuq demak. Dumay, Yaponiyaning Dumay xabarlari gazeti 13-kuni xabar qilib bunday ko'rsatdi. Çavuşanni neft bilan ta'minlashni cheklaydiganlar bo'lsa, Çavuşanning iqtisodiga ajallik zarba olib keladi. Shunga Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Jungoning Çavuşan neft bilan ta'minlash siyosatini o'zib qo'yishni qo'lga keltirmoqchi bo'lganda, Jungo tarafdan qat'iy rad qilish uchun yoki Çavuşan neft bilan ta'minlashni o'zib tashlash, yoki Çavuşanni xom neft bilan ta'minlashni yerim holiga keltirib qo'yish yoki azaytish degandek shunday talablarni Shinzo Abe tarafida o'tirib qo'yilganda, buni Jungo taraf rad qildi. Koreya matbuotining 13-kun tarqatgan xabarlariga asoslanganda, Çavuşanda neftning bahosi o'zliksiz o'rlagan. Yaponiyaning aloqador kishilari bunda oshkorildi. Çavuşan bozorini neft bilan ta'minlash miqdori azaydi. Yoki Çavuşan boshqa bir strategik yo'l bilan neftning bahosini o'rlatish usulida, ya'ni boshqa iqtisodiy ziddiyatlardan qutulmoqchi bo'lyapti. Buni belgilab bo'lmaydi deb ko'rsatdi. Demak, biz leksiyalarimizni so'zlab kelyapmiz vatandoshim. 100 kunlik mühlet, 3 kunlik, 3 oylik mühlet. Çavuşan yadro qurollar masalasini tinch yo'l bilan hal qilish, suhbatlash orqali hal qilish, har qanday ehtimollikni chetga qo'ymaslik. Hozir Çavuşan yadro qurollar masalasi bir negizlik masala. Endi bu birla Amerika Qo'shma Shtatlarining vazifasi doirasida emas, bu butun dunyoning doirasidagi ish, butun dunyoning vazifasi doirasidagi ish. Buni qaysi yo'l bilan hal qilish? Masalan, asosligi diplomatik yo'l bilan hal qilish, iqtisodiy embargo siyosati bilan hal qilish, tashqaridan besim paydo qilish orqali hal qilish yoki xalqaro besim bilan hal qilish
yoki bexatarlik komitetining embargo siyosati embargo qilish qarori orqali hal qilish bu hozir ketyotidi. Hozir davlatlararo ketyotidi. Biroq bu yerda jungoliklar o'zining mas'uliyatini tunishni yaxshi amalga oshirolmayapti. Bu yerda nima degan gap deganda biz boshda so'zlab keldik leksiyalarimizda. Jungo hukumati Çavuşan'ı o'zi paydo qildi degan gaplarni yuqorida boshqalarning deganligini biz eg'izlab ko'rsatdik. Demak, Çavuşan ko'zori bu Jungoning ko'zori ekan. Bu yerda buni tinch yo'l bilan hal qilish, diplomatik yo'l bilan hal qilish, bo'libmi aningga savdo munosabatlari orqali ta'sir ko'rsatishdan iborat shunday bir vazifa Jungolikdan zimmasiga tushgan bo'ldi. Lekin boshda ko'rib o'tdik, Jungolik nima deydi? Bizning bunday mas'uliyatimiz yo'q deydi. Bu bir logikadan tashqari bir axloq, mizon va prinsiplardan tashqari bo'layotgan so'z bo'lib qoldi. So'z bo'lib qoldi. Iqtisod sana tayansa, xam neft sana tayansa, diplomatiyada sana tayansa, yadro atom texnikasi sendin kelsa sana tayansa. Masalan biz boshda aytdik-ku, Pokiston orqali kelyapti degan. Sana tayansa, bugun Çavuşanning masalasini tinch yo'l bilan yoki diplomatik yo'l bilan hal qilish bo'lsin, buningki mas'uliyat senda tursa, bu mas'uliyatni ustiga olmasang, ma'qul demasang, vaqtida Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Yaponiya qatorliq davlatlar san qanday muomala qilish kerak?